Suhroj opa, shuncha yillik ish faoliyati davomida sizdan arazlab ketib qolgan mijozingiz bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Juda ham ajoyib voqea bo'lgan. Mendan arazlab eshikni qanaqadir zarda qilib chiqib ketgandan keyin bir haftadan keyin to'yi qoldirgan. Nima sababdan bunaqa holat bo'lgan? Sababi klient kelyapti, yuzini o'zi qilib ko'ryapman va o'zida yuziga chestka muolajasi umuman mumkin emasligini ko'rib turibman va klientga buni tushuntiryapman. Klient esa shuncha mumkin emas chestka sizga deyishimga qaramasdan mendan arazlab chiqib ketdi va boshqa kosmetologga yuzini chestka qildirgan. 3 kundan keyin yuzida allergik toshmalar va tana haroratining yuqori darajasi bilan dermatologiyaga yotishga majbur bo'lgan. UZI apparatda ko'rganimizda pasient yuzida mikrobli, bakteriyali, yiringli ugrilarni aniqlagandik. Chestka mumkin emas holatini siz qayerdan bilasiz? Avvalambor pasient kelgandan men yuzini o'zi diagnostika qilaman. O'zi diagnostikada yuzda chestka qilish mumkin yoki mumkin emasligi aniqlanadi. Har doim bitta narsani tushuntiraman. Yuzga chestka mumkin bo'lgan holatdan ko'ra mumkin emas bo'lgan holatlar juda ham ko'p uchraydi. Chunki biz Surxondaryoda, ya'ni chang, kir, shamol ko'p bo'lgan iqlimda yashaymiz.